Jungle. Bel og'rig'ini 3 ta sababi. Assalomu alaykum. Men Eldor Akrom o'g'li, Esperto Med klinikasining asoschisiman. Bugungi kunda 3 ta filialimiz bor, Toshkent shahar va Toshkent viloyatida. Biz bugungi kungacha 3 yil mobaynida 6000 dan ortiq bemorlarni bo'yin va bel grijasini operatsiyasiz davolashga, yelka bo'g'im va tizza bo'g'im og'riqlarini dori-darmonsiz davolashga va tiklashga hamda insultdan keyingi asoratlarni tiklashga yordam berganmiz va Xudoga shukr, bugungi kungacha natijalarimiz bilan juda ham ko'p bemorlarni sog'ayib ketishiga yordam berganmiz. Bugun sizga bel og'riqlarining asosiy sabablarini faqat 3 tasini emas, balkim to'liq hammasi haqida tushuntirib beraman. O'shaning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Bel og'riqlari qanaqa bo'ladi? Bel og'riqlari bemorlarimiz asosan shikoyat qilishadi. Bir xillari kelishadi, aytadi, faqat og'riq meni belimda. Odamlar aytadi, belimda uncha og'riq yo'q, kimdir aytadi, og'riq faqat bo'ksada. Bemorlarning turi bor. Og'riq ham bo'ksada, ham belda bo'lishi mumkin. Mana yuraman, ham belimda va bo'ksaga oyog'im bir chiziq bo'lib tortib og'riq beradi deydi. Bemorlar bor. Umuman og'rig'im yo'q belim, lekin ertalab turganda yarim soat, kechqurun yarim soat bezovta qiladi, yotganimdan keyin og'riydi. Keyin ozgina harakat qilib ertalab qizishib olsam, belimda og'riq o'tib ketadi, keyin kun bo'yi yuraveraman deydi. Bemorlar bor, belim og'riydi, lekin 200, 300, 400 metr yurgandan keyin meni oyog'imda uvishlar ko'payadi, oyog'imni kuchi qochadi deb shikoyat qilib kelishadi. Mana shu shikoyatlarning hammasini sababini va yechimini sizlarga hozir tushuntirib beraman. Endi bizda umurtqa qanaqa? Mana odamzodning umurtqasi bo'yin qismidan, umurtqaning ko'krak qismidan, umurtqaning bel qismidan крестовый отдел deydi. O'zbekchasini bilmayman uzr. Крестовый отдел endi ko'pchiko'y отделdan iborat. Endi bizga nagruzka tushadi. Bizda umurtqalar orasida disk bor. Nagruzka o'sha diskka tushadi. Ya'ni nagruzka diskka tushadi. Diskdan tashqari bizda aslida nima bor? Mushaklar bor. Ya'ni agar sog'lom hayot tarziga amal qiladigan odam, har doim badan tarbiya qilib yuradigan odamning mushaklari baquvvat bo'ladi va nagruzka faqatgina diskka tushmasdan sog'lom odamni mushaklariga ham tushadi va u odamda odatda belda yoki bo'yindan shikoyat bo'lmaydi. Lekin hozir 21-asr texnologiya asrida ko'pchilikni ish faoliyati o'tirib ishlaydigan ish bo'lib qoldi. O'shaning uchun bu yerda mikrotsirkulyatsiya buziladi. Mikrotsirkulyatsiya nima? Hamma organizmimizdagi любой hujayra oziqlanishi kerak. Umurtqa qanaqa oziqlanadi? Bu yerda qon tomirlari keladi umurtqaga va umurtqani oziqlantiradi. Buning uchun boya aytganimizdek mushaklarimiz ham yaxshi ishlash kerak, hamma sistemamiz yaxshi bo'lishi kerak. Lekin diskni o'ziga, ya'ni bizani amortizatsiya funksiyamizni bajaradigan organga qon tomir kelmaydi. Disk unda siz aytasiz, hamma hujayra oziqlanish kerak, lekin diskka ozuqa kelmasa qanaqasiga deyishinglar mumkin. Umurtqaga keladi qon tomirlari va umurtqani oziqlantiradi. Disk esa umurtqadan difuz yo'li bilan oziqlanadi. Demak, diskimiz sog'lom, ozuqaga to'yingan bo'lishi uchun umurtqaga yaxshi qon kelish kerak. Va boya qaytib o'tganimizdek, bo'tga yaxshi ozuqa kelish uchun mushak sistemalarimiz va qon tomir sistemalarimiz yaxshi ishlash kerak. Endi og'riqning sabablari. Ya'ni asosiy faktorga aytdik. Ko'p odamlar sog'lom hayot tarzi bilan shug'ullanmaydi. Shikoyatlarni tushuntirdik va unga bo'ladigan og'riqqa sabab. Endi bu yerda nima bo'ladi? Diskka nagruzka tushgandan u yorilib chiqib grija bo'lishi mumkin. Grija bo'lganda nega og'riq bo'ladi bizda? Nerv ildizini qisib qo'yadi. Nerv ildizini qisganning o'zi juda qattiq og'riq beradi. Nerv ildizini qisgandan tashqari bu yerga раздраженный nervni impuls chiqadi agar nerv ildizini qissa. U o'z yo'lida yo'li bo'ylab mushaklarni spazmga uchratadi. Spazmga uchratganda bu yoqda dalish bizda sedalishli nervlar bor. Ularni qisilishiga olib keladi va odamlar faqatgina belda emas, balki dumba, oyoqda bir chiziq bo'lib tortib og'riydigan og'riqlar paydo bo'ladi. Ikki xil og'riqni tushuntirib berdik. Endi yana bir toifa odamlarimiz bor, aytishadi. Ertalab turganimdan keyin yarim soat qimirlab olishimga vaqt kerak, keyin og'rimaydi, lekin o'sha payti juda qattiq og'riydi belim. Chidolmayman deydi. Fasechniy sindrom degan narsa bor. Bu fasechniy sindromni ham yana ko'plab sabablar olib keladi. Boya aytganimizdek, bu yerdagi ozuqa yomonligi,
odamni kam harakatligi bizada umurtqa bir-biriga duga atros ishtiy sustav bilan bog'lanadi bir-biriga. Endi o'sha zonada qon aylanishi yaxshi bo'lmagandan keyin, limfa ottoklar yaxshi bo'lmagandan keyin bizada o'tda asifikatsiya, ya'ni kalsiyni ko'proq yig'ilishi boshlanadi. Undan kelib chiqib bizada o'sha sal harakatlar cheklanishi boshlaydi. Endi odam tuni bilan yaxshi uxlab turdi, boshqa qildi, ko'p payt harakatsiz yotdi. Endi o'tda qotish paydo bo'ladi. Ya'ni o'sha boyga aytganimizdek o'sgan asifikatsiya bo'lib, kalsiylar o'sgan boshqa bo'lgan, u odam harakatga kelib olish kerak, ozgina qizib olish kerak, undan keyin yaxshi yuraveradi. Yana bir og'riq turini sizlarga tushuntirib bo'ldik. Nega? Ya'ni og'riq bo'lishlarini. Uchinchi toifa odamlar bor, yana aytadi. Og'rig'im yo'q, lekin 300 metr, 400 metr, 500 metr yurgandan keyin oyog'imda kuchli uvishish bo'ladi, oyog'imni kuchi qochadi va men o'tirib olishim kerak. O'tirib dam olaman, yana 300 metr yaxshi yura olaman yoki 500 metr yaxshi yura olaman, lekin doimiy shunaqa charchab ketdim. Nima bo'ladi muammo? Boyga aytib o'tganimizdek, umurtqani bir-biriga bog'langan joylarda, suyaklarida duga atros ishtiy sustavda asifikatsiya bo'lib, uni kengaygani bitta rol o'ynaydi. Bunga вторичный stenoz kasalligi nomi. Umurtqani ichidan bizada o'tadi желтая связка. Endi boyga aytganimizda o'zini ushlamagandan keyin желтая связка ham kengayib kanalning ichiga kirishni boshlaydi. Kanal ichiga kirgandan keyin o'z-o'zida u ham nerv ildizlarini, mana bu nerv ildizlarini siqilishiga olib keladi. Mana shunga o'xshash ko'plab yana faktorlar bir bo'lib вторичный stenozning kasalligini olib keladi. O'shaning uchun bemorlarimizda boyidagi shikoyat bo'ladi. Mana ko'plab bo'ladigan shikoyatlar va ularga bo'ladigan sabablarni aytib o'tdik. Lekin siz bilan tushunmasligingiz mumkin. Buni tushunish uchun odatda doktorlar 8-10 yillab o'qiydi. O'shaning uchun tushunmay qolgan joyingiz bo'lsa, bundan anaqa bo'lib xafa bo'lib qolmang. To'g'ri mutaxassisga uchrashsangiz, Xudo xolasa sizni og'rig'ingizga to'g'ri yechim topib beradi. Endi buni bizning klinikada qanaqa davolaymiz? Mana ko'plab bemorlar xuddi shunga o'xshash shikoyatlar bilan bizga kelishadi va aytishadi. 5-6 ta joyda davolandim, lekin natija bo'lmadi. Sizlarda davolansam qanaqasiga natija bo'ladi? Menga Ali, Vali, G'ani degan odamlar tavsiya qilishdi sizni klinikangizni. Lekin men ulardan oldin tavsiya qilishdan oldin ham ko'p lechini oldim deyshadi. Endi bilingki, mana boyga aytgan hamma shikoyatlarimizda bilgan bo'lsangiz, belda shikoyat bor hamma bemorda. Belda shikoyat bor degani hammani kasalligini kelib chiqish yoki u og'riqni keltirib chiqayotgan sabab bitta degani emas. O'shaning uchun men sizga odatda ko'proq uchraydigan 3 ta 4 ta xil holatda aytib berdim. Endi doktorimiz nima qiladi? Boyagi sanab o'tgan holatlarimizdan aynan qaysi biri sizni bezovta qilayotganligini biladi. MRT snimkalaringizni ko'radi, chuqur o'rganadi va tashxis qo'yadi bizning klinikadagi doktorlar. Ya'ni sababni aniqlab oldik-da, bel og'riq, lekin unga aynan nima olib kelyapti? O'rganib oldi. Va o'shani o'rganib bo'lgandan keyingina biz nima qilamiz? Davolash taktikasini tuzamiz. Bunda bizda nima qo'llanadi? Igla terapiya qilinadi. Nervlarni uyg'otish va immunitetni oshirish uchun. Elektr akupunktura qilinadi, nerv o'tkazuvchanligini tiklash uchun. Infrakrasniy облучение qilinadi, o'sha qilinayotgan zonadagi butun shamollashni olish uchun. Udarno-volnovoy terapiya qilinadi, to'lqin yordamida mana shu zonadagi boyga aytib o'tgan asifikatsiyalarimizni kamaytirish uchun. Eski hujayra o'lib, o'rniga yangisini kelishini ta'minlab berishga hamda og'riqlarni kamaytirishga yordam beradi. Magnitoterapiya qilamiz. Massajistlar, massaj apparatlar yetib bora olmaydigan bo'tda biz aytdik, mushaklarimiz yaxshi bo'lishi kerak. Chuqur mushaklarga yetib bora olmaydi boyga massajchilar, massaj apparatlar. Bizani Tesla magnitimiz, 8-avlod Tesla magnit apparatimiz eng chuqur mushakka yetib boradi, u yerdagi qon aylanishini yaxshilaydi va mushaklarni baquvvatlashtiradi. Mana shu muolajalarni qilamiz. Undan tashqari lazer terapiya apparatimiz teridan umurtqagacha 10 sm bo'lgan masofada kirib boradi. O'tdagi hujayra yangilanishini tezlashtiradi, mikrotsirkulyatsiya, ya'ni qon aylanishini yaxshilashtiradi hamda og'riqlar kamayib, grijani so'rilishiga yordam beradi. Mana shu muolajalarni kompleks qilganimiz uchun bizda klinikamizga bemorlar katta grijalar bilan kelib, operatsiyasiz iloji yo'q deyotgan bemorlar ham operatsiyasiz davo natijalarini ko'rib, xursand bo'lib ketishgan. O'shaning uchun bu videodan o'ylaymanki, o'zingizning og'riqlaringiz sabablarini va unda asosan nimaga e'tibor berish kerakligini tushundingiz. Endi biz davoladik, bemor yaxshi bo'ldi, Xudoga shukr. Natijaga erishdi, keyin nima qilish kerak?
boyagi aytib o'tganimizdek mushaklarni dalishi davom ettirishiga, bundan keyin ham yaxshilashishiga harakat qilishga. Demak, u odam biz o'zi klinikada buyuramiz. Mana mashqlarni qilinglar deb o'ziga beramiz. U mashqlarni doimiy qilish kerak. Nega? Kasallik ildizini yo'qotmoqchimisiz? Demak, siz ham shunga yarasha harakat qilishingiz kerak. Ko'p yillik kasallikni 10 kunda siz og'riqlardan xalos bo'ldingiz degani butunlay qutuldingiz degani emas. Endi siz uni qaytalamasligini xohlasangiz, hayot tarzingiz yaxshilashishini xohlasangiz, mana shu mashqlarni, biz aytgan mashqlarni doimiy qilasiz va shundagina to'liq natijaga erishiladi. Agar sizda bo'yin va bel grijasi bo'ladigan bo'lsa va operatsiyasiz davolatmoqchi bo'lsangiz, yelka bo'g'im va tizza bo'g'im og'riqlaridan xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz, insultdan keyingi asoratlarni tiklamoqchi bo'lsangiz, Esperto Med klinikasiga murojaat qiling va bizni jamoamiz xudo xolasa sizga yordam beradi. Audio Jungle.